Omaq savodashlar, bugungi hikoyamiz qanoat yarashimliq libos. Ma'lum shaharda bir mahir tamchi bo'lib, katta boylardan ekan. Kunlarning birida tamchi shundoq o'ylabdi. Mol dunyorim ko'p tursa, shaharda Iroq yaqindan kelgan g'ayrib qurva, miskin kambag'allar turg'idek bir joy yo'q. Men shaharning chetidagi tashlandiq yerga xolis bir saroy silib qo'yay. Kelgan barganlar qo'nar. Shu kundan keyin saramjonlari to'liq azoda bir saroy silib, eshiklarining chilisini bitirish uchun aldirash ishlavasa, bir sahil, bir atqa jiq non to'qach, oshliq, bida qo'noqqa yuklab, yana bir atqa yo'g'on xurjunni artib, tamchi ustamning yiniga kelibdi va yolg'ondan oyat o'qigan bo'lib, Xudo yo'lida kiyim-kechak, oshnon tilaydim. Pul, puchaklarim tugab, o'zlarini ko'rib tilab keldim, debdi. Tamchi ustam Hozir men bek oldirash ish qilyapman. Sal ta'xir qil, debdi. Sahil tamchiga yopishib olib, ishni aqsitibdi. Va taqsir, agar yomg'ir yog'ib qolsa, faqir bechoralar jafo tortib qolarman. Mushu saroylarda bir oqshom qo'nib qolsam, debdi. Tamchi ustam javob berib, saroylarim kengri ozoda bo'lgani bilan beqanoat odam hargiz sig'maydi, debdi. Hikmat Qanoat shundoq bir yarashimliq liboski, uni kiygan har qanday odamning hayot yo'li mangu ochiq bo'ladi. Aqsu xalq cho'chaklari